Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana aqlli kat yo'llar tayyorlanish jarayoni. Mislarimiz. Mana bu kat yo'llar. Kat yo'llarda buchkalari. Kat yo'llari ichki tuzilish nimalari. Bu yoqda lazerda kesiladi. Bu yoqda lazerda kesilib, bu yoqqa gipga o'tib, gipda bukib, chiroyli shakllarni berib, bukilgandan keyin mana bunday shakllarda bukiladi. Ichki qismi, usti qismi. Bular eshiklari, diplomatlari. Bu kat yo'lda buchkalari, ko'mib turadigan buchkalari. Kat yo'llar. Bu yoqda ham kat yo'llar zakatobchi bo'lyapti. Demaxotlari. Mana bu bo'lsa shiniklari. Shineklardan ham yig'ib qo'yilgan. Mana kat yo'l ham yig'ilgani, hali ashibga bo'lgani yo'q. Hali ishlari bor, bitgani yo'q. Bular shineklar. Hammasiga garantiya beramiz. Bu yoqda ham buchkalar. Bu Polsha garvka deyiladi. Aylanib turadigan, hali bitgani yo'q, endi bitib nima qoladi. Bu yoqda mana kat yo'lning miyalari chiroylab yig'ilgan. Xudo xolasa murojaat qilaverasizlar, chiroylab optim narxlarda qilib beramiz. Kimga miya kerak bo'lsa ham murojaat qilaverasizlar, yig'ib tayyorlab beramiz. Mana shu holatda. Shunday borib ulasalaring bo'ldi. Polsha garilka kerak bo'ladimi? Yo oddiy garilka kerak bo'ladimi? Murojaat qilaverasizlar. Chiroylab tayyorlab beramiz. Olib borib o'rnatib ham beramiz.